Rahmet. Uzun yıllardan beri Çolpan Keldi programımızda izchil qo'llab kelayotgan, izchil qo'g'lab ko'rayotgan shu suyumlik aziz ko'rmanlarimiz uchun biz davomli to'xtalmasdan shu izlanib kelyapmiz. Jumladan shu ko'rmanlarningki xo'shaligi uchun tirishib kelyapmiz-ku, to'xtab qolmay har yil yangilayapmiz shundaqmi? Ang oldi bilan deydig'ini shu ko'rmanlarningki ham naq maydondagi tomoshabinlarningki yangi yiliga yana bir qitim muborak bo'lsin. Yangi yılda hammalarniki yangi muvaffaqiyatlarni qozonishimizga tilakdoshligimizni bildiramiz. Bu yangi yilda xo'shallik kunlarimizning ko'ngilsiz kunlarimizdan ko'proq bo'lishini orzu qilamiz-ku albatta. Ben ikrarlık görmeler maydamini. Şundak bu yeni yıllık yeni sanımızda mı yeni kıyafet başlı oldu. Bir monç yakıp kettim bugün çolpan teklif kumga okşayışa karganda. Şu özümün ağayın soğan için meni bir sayfan kılay dep sen demeydi. O işte 110 paket çimildi mi diyesin. Ya 2 yıl ötep oldu bu çolpan diye namım ap oldu. Kaçağınız türümüzde ya. Çolpan. Nemi kıgının çolpan. Şiketim seni çıkıp koygunun çolpan bu ketken. Çıktım ama jigim 4 kıtım çıktım ya. Yok. Bu munda şu davrdaşlar hesaplamamızga tirishimiz kerak. Shunda bir nishonni o'ylab turib tirishimiz, shunda bir kunlarga ulaşsak, mesela shu ustozlarimizni ko'rgan vaqtdami, qachon men mushta bulaman, qachon mushta olqishlanaman, qachon mushta palonchi ustozdek, pustanchi ustozdek, shunda bir hurmatga sazovor bo'laman deb o'ylaymiz. Bu to'g'ri, bu xato emas, lekin hammishdan vaqt soati bo'ldi-ku, vali. Vaqt kamida. Vaqt kamida. Senlar nazarda e'tiroz ko'rmadan biladi, mesela Çolpan Keldi programmamizga biz izchil shu ustozlarimizni butun odam e'tirof qilgan, butun ko'rmanlarimiz e'tirof qilgan haqiqiy çolpanlarni chiqaryapmiz. Çolpan deb qo'yib hamda sen biz chiqib yursak azobida hozircha baldurmiki. Ama belidan maskaga bilan qolgan yerdan maskaga. Birinchidan yosh masalasi va qara. Yishing to'shmaydi. Ikkinchidan sen çolpan emas. Daradan bu 100 yere va. Qildingmi biroz? Qildim, endi taklif qilmasam saytira. Shuning tushliq. Men yomon ustozdan birini taklif qildim. Unda bo'lsa, men bu o'tirlaysa o'zing taklif qilib çolpanimizni. Bir ko'zimizni ichib o'tamiz. Boshlab ketamdi. Hozir hamsa 2022-yillik Munavvar doktor Çolpan Keldi programmamizdan tunji soniga men taklif qilgan katta çolpanimiz ustozimiz bo'lsa, davlatlik 1-darajali kino artistimiz, shundaqla Şinjan kinochiligidagi o'chmas yulduz suyumlik opamiz, suyumlik ustozimiz April Samet opamiz. Ya onlar bilmem. Lekin burungi saldırımızda şu kim çıksa to'g'izib qo'yiblam qiynab biz. Shundaq bir qiliqlarni qilib qolgan to'q. Lekin sizga faqat ko'nglimiz unimi deyapti. Endi ular qarg'an cho'qim meni ishim cho'ngda. Ko'p, bu programmamizda sizni ko'rib qo'shildik. Gapni mishadil boshlay deb to'g'ri ko'rdimchi. Bundan burungi sonlarni balkim ko'rgan bo'lishingiz mumkin programmamizni. Ko'rgan. Kimni chiqsa sizni bek ta'riflaydi-chu. Masalan, kimni yaxshi ko'rsiz artistlarimizdan deb so'raydigan savollar bo'lsa, ko'pincha %80%, 90% April opamni bek yaxshi ko'rman. Odimiylik jihatdan bo'lamdi va har qaysi jihatlardan eng munavvar artist deb ta'riflashga bo'ladi deb shunda bir ta'rifingiz bo'lgan. Rahmat. Uzun yillar bu qoldi April opa sizni chaqirib qo'llanmadim. Ba'zan da vaqtlar to'g'ri kelmay qoldi, ba'zan da salomatligingiz yor bermay qoldi. Bugun mana sizlarni rasmiy holda yuztirani ko'rish sharafiga muyassar bo'lib, rasba xush bo'ldimmi, April opa? Rahmat, men intayin xushal oldum. 2021-yili 1-oyda kelmoqchi edim, kelib bo'lamadim, yo'l uzun. Deganimda fursat ketgan. Sizlarni ko'rib intayin xushal oldum. Çolpan Keldi programmaga qatnasha olganligim uchun o'zimni intayin baxtli. Endi jingep kilam kilaymi April opa? Naqlam gap. Gapni naqni qilayli tat. Unda bo'lsa oldindan ekran oldidagi uzun yillardan buyon sizga talmirib kelayotgan shu ko'rmalarga qisqalan bir salmongiz yo'llayotgandan keyin aniq rasmiylan boshlab ketay.
Aldığı çıkıp örtürüp salam beremiyor. Mişad oturup. Mayli, Bereyl vereyim. Bir şey Misal oturup otarsınız, veriversiniz mayli. qabul qiladi. Mişad otursam qabul qil da. Endi aya görüp bek iğirken men ma eynekni sundurup. Rahmet. Ekran aldidagi barliq cho'ng kichik er ayol tomoshabinlar. Yangi yilinglar muborak bo'lsin. Koşal kuramlık, hatırcanlık, hemimizge tang ata olsun. Hem şunodun bahrimen bulaylı. Ben sizlerni intayin segindim. Şunu ben soğuk debey, özemden anin deyme. Kıyırgan deysem kıyırlıktan tamayım yok. Sizlerni görüşçün geldim. Boshqachilam qilyaptingiz kayfiyatni juma aprlapa. Raslam. Men tiq o'ylabdim, chin hissiyatim aprlapa juma. Masalan, aprlapam salomatlik yor bermasa, masalan, yoshga cho'ng o'qigan ekan, ig'ir buqasa, qanda buqala, sal kayfiyat ig'ir o'qalami desam, deb aksicha mang dedi bu ishda. Şu bir yıl kayniga Lekin chin hissiyatim juma aprlapa. Düşünme. Özüm sırt görünüşüm naati ağır. Onu kız gap qo'ysin, bir kız cevap çıkmaydigan deb ko'rindi. Lekin undaqa emas. Men his qildim. Siz kelgandan yoqqa obi tayyorlik bir faoliyatlarni qildik-ku. Shu jarayonda men his qildim aprlapa. Qiz deytdi-ekanda bugun deb o'yladim. Endi bekmo men o'zim qiz tamayman, yana mush o'tdagan tomoshabinlar. Ras bu Çolpan keldi programısı, ayollarning programısı. Bizde oğallama var. Ya oğallam varken naati dağını sana ayollar çıkken deyim. Bugun misha qadam tashrif qilgan tomoshabinlar hammasi sizni sig'inib yiroq-yiroqdan kelgan tomoshabinlar. Rahmet. Qashqardan, Xotandan, G'uljidan, Oqsuvdan kelgan tomoshabinlar. Qanday qilmamda? Kemmey bir kağıdınca molla katayım dep molla kıtırayım. Meyhem bizim tutalım. Rahmet sizlerge. Rahmet. Yakın kılıp ko'ngil yaqin bo'lgandikin yo'lni jiroqligini bilmay kelibsizlar. Sizlarga rahmat. Hey, rahmat. Qo'paysam qo'polmayman, yaqin keldim men belim chataq. Hozir yaxshi qoldingizmi aprlapa? Yaxshi qoldim, ammo shu sahna, kino ekran desa kisilim ko'pida qolib qoladi. Hozir bir amal qilib kelib olaman. Endi qaytib qolgandan keyin tep olaman. Rahmet. Men ismini bilsamlam, sizni men sahanda ko'rib cho'ng bo'lgan. Har qanday bir cho'lpon sahnaga chiqib bir itot o'ynasa, yo bir rol o'ynasa, qanday odamlardi bu. Bularning masalanga cho'lponlarning kichik vaqt qanday o'tgan bo'lg'iydi, bizdek o'tgan bo'di yoki alohida bir imtiyozlar bilan shunda yashab o'tib ketgan odamlarmi deb o'ylab oldim kichik vaqtimda. Ko'p qism ko'rmalarmi shu jihatdan o'ylab baqdi deb o'ylayman, shunga qiziqdi deb o'ylayman. Masalan, sizning bolaligingizga qanday bo'lib bu soha kirib qolgan masalan. Bizning jamoatimizningki shu san'at iz bosgan 4-avlod o'laman. Endi mening dadam Samet Abdullah, sizlar bilmaysizlar, cho'nglar biladi. Materiallarni ko'rsang, materiallarda bek ko'p. Qisqartib aytsam, Shinjongga tunji skripkani akirgan mening dadam Samet Abdullah. Hem çalgıcı, hem yasıgıcı, hem meşhur dağınık icadiyetçi, hem muharipçi, nurgun şagirdlarni tarbiyalagan. Hem de hazırgıcı nurgun naqshlar yana. Dadam o alemge ketken bo'lsa-mu, naqshlarni yana aytotimiz radiolarda anglayapman. Hem de özüm kilemde. Dodam degandiki dodamni so'zlab kechirganman. Men shu maktab eshigiga yetmagan vaqtida Qashqarda bir xalq klubi deb bir klub bo'ldigan. O'yin qo'ysa nag'ir chaldigan shu klubning to'pisiga chiqib o zamonlarda 40-yillar. Dodam meni o'yinga birdigan vaqtni danliq san'atkorlar va Qashqar xalq klubininki sahna speakeraydigan. Çögüleydigan. Men endi dadamning orzusi bo'yicha bir iz besib qolsa deb o'ylayotganda, naqsh usulini ko'rdim, g'erib sanamni ko'rdim, Toyir Zuhrani ko'rdim. Keyingi vaqtda dadam, "Juring balam, o'yanga birmadisi,
meni gap qildigan o'yanga apiya. Apiya. Baya teatrdagi, kinodagi obraz yaratishdagi narsa mening qalbimga o'rnashib ketganda, gap qildigan o'yanga appa deb. Ya bo'lmasa da meni bir naqsh etishga tarbiyalagan ya bir usul o'ynash tarbiyaladimi, ko'rib o'tiriblar. Meni gap qildigan o'yanga appa deb. Ondan keyin men 2-sinfningki 5 yillam roman o'qish kirishib ketgan. Men endi bek tirishchandim. O'ylasam bek tirishir ekanman, ammo mush 2 degan sonni yozolmay bir yil kutdim. Neymişqa? Vay bilmeyim. Ele manda qilib qo'yma, ele manda qilib qo'yib 2 degan son kaz qo'qatdim. Lekin o'zim boshqa dars amisi tirishgandan keyin 2-sinfning shu 5 yilda men roman o'qish kirib ketdim. 56-yilga kelganda Shanxayda kino artistlarni tarbiyalash cho'ng kurs ochildi ekan deb Qashqarga bola og'inivadi. Zaynab Sidiqovni yoshga cho'ngib ketdi, Ko'tanning dangli qusuvchisi. Berib nayda jiq balalarning ichidan qizlarning uchun birsini ham tanlab oldi. Urumchi kelgandan keyin Shanxayga bormay Shinjong tarbiyalaydigan bo'ldi. Hozirgi balojim ben shu bog'u. Bilamsizlar balojim ben shu 8-armiyani. Shuni yendik qora da bizniki maktab Shinjong kino artist tarbiyalash kursi deb u yerda 1 yildak o'qidik. Endi meni hozirgi opera umininki u vaqtda musikalni drama teatri deydi. Uning tanlab oldi. Talla oxir tanladim shu 7-8-imizda qoldik. Shu yerda 14 yoshimda tunji qitim sahnaga chiqdim. G'erbning singlisi bo'ldim. Mush hozirgi xalq teatrining qurilganligini tabriklab qo'ygan cho'ng opera hamda. Ondan keyin tashkilningmi umidi va artistgan tarbiyalasak bo'ldi ekan dedi. O'zim yaxshi ko'rgan ekan bu kasbni. O'zim o'qishni talab qildim. Mening dadam o'qimagan odam butun odam bo'lmaydi. Siz cho'qim o'qiysiz deb shu vaqtga Shinjong Naqshsul drama teatr umiginiki. Onundan 30 balni bizning partiyamizning milliy siyosatning g'amxo'rligida Beijing teatr institutida tarbiyalashni qaror qilgan. Shu vaqtda shulardan 30 sondan 30 sonning bir sonni meni qo'shib 29 aboli qo'shib Beijingga mangdik. 1958-yili 11-ayning 31 yo'lga chiqdik. Hammamiz ko'k paxtliq, to'tyancholik chapan, hay, hozirgidek nada aeroplan, nada poyezd mangdash. Qor mashina. Hammamizning aslida o'zimizning shinglisi bor. Turpanga berish uchun biz qo'ndiq nag tutmaymi? Yo'q. Davonchon o'xshaydi. Bir ko'rishga suvni 2 mo'chang setib elib ichdiga. Hozirgi taraqqiyotni ko'rsam nima degan? Bog'. Taraqqiyotga ajoyib cho'ng, ajoyib hozirgi bizning Zongshujining rahbarligida bizning rayonlarimiz bekchi rayon qilib ketadi. Eski to'rishkilik nimalar sanglab ketgan. Shunlarimizni ichib, selib yetib aytsan chigimiz. Endi hozir o'qiyotgan bolalar mishadin tarbiyasi oldiki, poyezdda qattiq o'rindiq tikasin bo'laylar, pul hisob bo'ladi o'ziga, oilasiga. Hadis rango, hadis aeroplan deb qilmasin bo'laylar. Biz shu poyezd kelgan yerga 5-kuni bordik. Shunlarimizni qo'ydik bo'ldi, yashmaylar deganda pilqi paxtliqdan chapalg'antimizdan tugilib yotdik. Bo'ri bilan yapgan nima ekan chidirganda u et deganda voy qayg'ibdi. Yugurib chiqsa poyezd ketdi. Qoza lapildab. Ma'qul bo'lgandek ma'qullar. Endi biz poytaxtimiz Beijingga endi o'qish ketyaptimizda. O yo'l qildim pek chiroyli vaqtingiz deyman apa. Chiroyli qo'ygan shun Qashqarda nechiz qizlarni tanlab qolgan. Bu tanlaqdan kelib Shinjong Naqshul umigida yan bir tanlab uningdim yana tanlandim. Keyin kino maktab tanlaydigandimi yana shalinib ketdi netisi uningga tanlandim. Andima drama umigiga yana netisi shalinib ketdi, shuni tanlanib qoldim. Endi hozirmi yomon emas. Bizmi aprılapa nurg'un cho'lponlardan tanlab sizni tanlab bugun ekan. Apla. Shunaqa Beijing berib bo'ldimi?
Beijing'e bardık, 30'umuz, intayın xoşal. Her birimizin birden Hansu akımız var, birden Hansu hedimiz var. Ular bizge bek yardım kıldı, muallimler bek yardım kıldı. Endi biz Beijing'e varganda 2 qavatlı karvatlı yatımız. En muhimi mənim şu tilden sözleyicime, hazır devlet tilini ügünüşünü bek ta'kidlabdi. Ügününglar. Men hazır şu balalarımı çoğup boldu, az tolu bildi, nevlerim kim teşvik qilma. Devlet tilini opta ügününglar. Yaxşı ügününglar. Onu ügünüp bolğandan keyin yani başka devletning tilini ügününglar. Bu hergiz artıqlık qilmaydi, bu bir baylık. Hiç qasım uqmaymiz. İçimizde bir ürümçilik bir balı var. Jegama, negma, Leylima endi o'qimagandan keyin bizning maktabning yeni kichik bir do'konchaq bor. Hozirgidek çarşı, cho'ng talla bozor emas. Herhalde bor turmush buyumlari. Bizning bolalardan ba'zi chiqib tuxum olmoqchi. U bir bo'lib ketdi. Elqi jiyan qoqoqu. Bunjida, mamada, kayza jiyan. Uqtirib tuxumak kirdi. Bir kuni men chiqdim. Şimdi juydigan şipası tugab ketdi. Kichik do'konda. Qarsam turdi. Nega desam, nega deydi. Nega manda. Yemal sufun deganni tushundim endi. Azonchilik vaqti 1 kilo pomidor, 1 pon, 1 kilo laz, 1 pon. Eppanke yemal sufun badim. Ekirib vaqt kollektiv yataqdigandan keyin suvxonlar degamda bunda uzun. Hech qasini ko'rmagan, qudayam hazırsam zamoni ayrim yataqladi. Hozir tishimni endi joy deb tursam, mening savodishimdan birisi. Dixon balasi bu alemge ketdi. Mening Şipasısam men Şinjangda oqni ishlatdim. Muhacab qizilkan qarang ishi desam, ta'mi qandaqkan deydi. Ta'mi bir xil mayliqkan shuni asmi ishlatdim. Desam, "Oy, sizning nimda qizil, mening oqqu" deydi. Ekin sizniki. Ha shu mushtan olman desam, mushtan badi deb juppa qaydab shunda jude jup. Andas men qizilga ko'nmasiniz, eqini siz ishlatgan qizilni men ishlataydi. Rahmat, sağ olun deb chiqib ketdim. Kunlar o'tdi, haftalar o'tdi. Shanba yakshanba bizning kelqi yon sinfdagilar, hadillarimiz, aqllarimiz hammamizning birdan ular kirdi yotdi. Kirib qiziq gaplarni deb birdi, uni deb birdi, buni deb birdi. Mushi qiliqlarni qilganlarni deb bergandikin ishtik esim kelib qoldi yoga. Savaqdishim hilqi yoga bamti desa, kichigin qolgan dedi, "Echiqing" dedim. Mening kichiknam qopga echiqib mani biz mundaq tushyapmiz desa, bir kulib ketdi. Ma iqi yoga ekan. Ma qizli oyoq mi ekan. Til bilmaganning sababi. Shuning bilan bir hafta men yupman, oyoq miyda qolgan ikkisi her ikisiga deb mundara qatgan yani. Endi maktab bizga g'amxo'rlik qilib, hozir menzodash yo'g'i, shuningdan bir Hansu muallimni o'z uyg'urcha bo'lgan. Ekkelib bizga 1,5 o'tgan vaqtda biz xalq kesini o'qiy oladigan, yoza oladigan 5000 xat to'nagandan keyin, undan keyin biz bir kishilik itot cho'ng dramalar hammasini shuning uchun bu davlat tilining nayti burundan mo'yimligini o'zimni bek bilma, bolalarimga deyman. 58 11 ayda bağan bolsak 65'i 5. ayda Şinjan keldik. Maktabdan sözlesem o ayrım bir geç gündüz olup ketdi. O'qishda yaxshi, adab axloqda yaxshi, millatlar ittifoqda yaxshi, emgakda yaxshi, qiyinchilik chidash jiq yaxshi o'g'ach maktabninki gullari shu yerda xoda oldik. Keyin 64-yili Beijing Shoyan bo'yicha munavvar sinfda bog'landik. 64-yili 7-oyning 17-kuni ulug'doyimiz mavjud boshliqligi butun Jongyang rahbarlari bizni qabul qildi. Men şu ulug'doyimiz mavjudini ko'rgan kunni unutib qolmaslik ham xotirlash uchun 67-yili 7-oyning 17-kuni men o'zimning savodishim Ibrohim Faxriddin bilan to'y qildim. Endi maktabda meni kasbni sidqila tushunmaydi.
Şilozu kuan deymiz, universal artist biz. Memi birisi. Qeyrgim çıkma, yaşqım çıkma, icabiyim çıkma, selbiyim çıkma. Mening kinolarimni, sahnaga o'yinlarimni to'liq ko'rgan bo'lsang, va meningda ijobiyatda, "Voy, mama salbiy xotin bo'pti, voy, meningda obdanti, meningda ajab es xotin bo'pti." Chunki meningda rol tanlash degan narsa yo'q. Kichiknam rol olsa-mu, yo'g'otib o'ynash kerak degan narsa bor. Chunki bizningki nazariyamizda artistning cho'ng kichik bo'ladi, rolning cho'ng kichik bo'lmaydi degan narsa bor. Shunga mandaroq rol olsa-mu, Aşmen çokum yoğun roldek tazı icad kılıp oynap halkımın kalbini kaldırma. Hemen cemiyet çıkandan keyin birinci men nait tırıştım. Adamın hayatı çeklik. Bu sanatçının hayatı texmi çeklik. Ben bu çeklik hayatımda çeksiz işlerini kıvalım. Hizmette en aldın kılalı siliştirdim özemni. Adet turmuş, özem yürüyüş turuşumda tövendeki dihamla siliştirdim. Men tövenge cık düştüm. Uyan koyup düştüm, kino bilen düştüm, özem düştüm. Şular meni köygenge hoşal, men o dihallarımni tövendiklerini köygenim hoşal. Oşlarning meni alqışlab ketganiga qarab, "Men bir tensaqlik bilan uzun ömür bersen kense, men mushlar uchun jiqroq ishlasam" degan arzu umid bilan ishlab keldim. Meningki ekkamidim, 3 xotiram bor. Birisi sahna xotiram. Sahnadagi shu davr oq ko'rinishi, mening rolam, mijoz qandoq, yana birisining qandoq. Shu kuni sahnada o'ynaganimda qandoq o'ynadim, ertasi shu fikrni yozmay, shu yerni to'liqlayman. Sahnadagi o'yinni bugun bir yakam chiqsa, ertasi to'liqlab olgan bo'ldi. Ekrandagini yixan deyisho deydi, afsus. Bir ketidi. Shuning uchun nayt tirish kerak. Yana birisi kino tutgan daftarim bor. Ba'zi o'qib baqsam, bugun qurbon yetgan, men palani kinoni sirliq karvonni elish uchun Kuchadagi Qiziltog'ni arzish ekanman. Endi 80-yil bilan 90-yilning oxiri men Nemina bayram o'zim his qilolmayman. Nima istesa men kinodan chiqib sahnaga chiqaman. Sahnadan chiqib kinoga ketaman, deya chiqaman. Özümün heylik depterimde planım var. Bir yılı kinoda bir obraz yaptım, sahte bir obraz yaptım. Şinjan diyen şeyi verip bir itot oynayayım. Ya itotun birini yazım, ya ilmi makalın birini yazım. Şu bitiş kıpmağımı. Özümün hesabını özüm hesap kılmış kitabını aldım koyaptır. Biz 65'i 3. ayda mektep bitirip Canıp ülke. Hunan, Hubei, Wuhan, Changsha, Guangzhou, Guilin, Guangxi. Bir arallıqca Humundalıyım. Şehirge verip uyan koyup Şinjan'a geldik. Andan 2005 yılı memleketlik Kadinaz Erkutullar'ın el kılıç musabakası ötültüken. İbrahim işkimiz Kaşgar'a gittik. 10. ayninki 30'u keldik. 31'i bizge Afnumraylık Ammi Medniyet Sarı Göncan ayal Adalet Hanım. Uxtadı, çıkınlarını ilip bardıgan bulduk. 11. ayının 1'i aeroplan düştük, Şanghay'a qarab yol bandık. Aeroplanda ketyaptimi, itot yeyaptimi. Unutulmaz minutlarda başıma düşünü koygandim. Şanghay Donan degan işdeydi, bir hafta. Biz basak 11. ayının 1'i başlanıp bo'ptikan. Biz 2. gün o'tirg'ilab kirdik. Ya'ni o'xshash savol chiqirdi ekan. Qo'lingizni qog'oz yerga mushni hozir 3 minutlik ya 5 minut qilib o'ynab chiqsiz. Maslahatlashib muzokara qilamiz. Ashar cho'qim tilda puxta bo'lishingiz kerak. Kasbiy jihatdan puxta bo'lsangiz o'tab ketasiz. Endi mamlakat bo'yicha 2. jarlik unvonni berdi. Endi mana Şinjanga kelgandiki, Şinjanga kino o'ynab ketdim, jiq sahna o'ynab ketdim. Tunji qitim o'ynagan kinoringiz qaysi yapılıb? Tunji qitim o'ynagan kinorim Beijing kino studiyasining ishlagan Nasr Napan. Uni jiq qo'ymadi. Tuyg'un Ahmedi bosh rolini o'ynagan, badiyligi bek yuqori chiqqan tunji obrazim Xonish. Xonishning rolini o'ynadim. Undan keyinchi 80-yili uni o'ynadim, 82-yili Ra'noning to'yida Patamxon Salbiy rolini o'ynadim. Ra'noning to'yi tafsir kelamda qanday bo'ldi men tugilishning tugida. Mehrgulni bek yaxshi tanlabdi. İşte aynakni olib kelib o'tirsam, yinimda Mehrgul bor, shunday chiroyli. Shotgul rahmatlik bor, shunday chiroyli, qolgan shunday chiroyli qizlar bor. Nima Qashqardan. Ajab chiroyli vaqtimni kino tanlab kelgan. Hozir yeshim 40'ga qarab mangdi. 4 balına anısı oldum. Rengim bunda turdi. Qandaq qilaman? Yo'q, to'xtabdi.
Men çoqum tirishim kerak dedim. Çoqum tirishib, mushu kino bilan men zag'iblaydigan dang chiqarib o'tman. Dang chiqarish degan gap o'zim ko'rsim deymiz. Xalqimni rozi qilib o'tman. Boshliq dedim, yuzimni girimchiga topshirib berdim. Qanda sat qiladi ko'rim yo'q. Ba'zi jiq artistlarni men rol o'ynagan, qiyerning girimni qilib qo'ysa, rejissor ko'mga vaqtda bundoq qo'rqini o'chiradi. Bu yaxshi emas. Bu artistning stiliga yaxshi emas. Bednimni kiyimchiga topshirib beray. O'zimni rejissorga topshirib beray. Dedim, kecha hech uxlamay kitob ko'raman. O'qiyman. Gap qilgan bir harakat deydigan 10 dak harakatni tayyor qilib olaman. Rejissor shuning bilan boshladi deydi. Boshlab qilib bo'lsam yana bam deydi. O jiq yana ba deb keyin qilib bersam apparatning keyiniga o'tib bo'ldi. Nima desa rejissorning o'zining degan gapi bor. Yifin lavding yifin chingji. Bir o'lish emgak qilsang, bir o'lish natijaga erishsa. Deb mening tirishqinim, mening emgak qilganim bekor ketmadi. Yaxshi o'ynab chiqdim. Hozirm ko'rib, men yanmandara qilsam bo'pti ekan degan narsa yo'q. Nimasi men bek tirishib ekanman. O kinoni o'ynab chiqdim. Shundan keyin mening janublik ismim Patamxon, shimollik ismim Fatimadam. Undan keyin sirliq karvonda cho'ng salbiy rolni o'ynagandim. Ma shaharchiga bo'lsam, qarindoshlar ko'rsa yabolayli deydi. Endi ya bir aeroplan chiqib qolsam, nishi bir şey deyin yegan deydi. Xavshanshi desam. Yerga bo'lsam, endi hammasi oydab qoldikin. O'zim mag'rurlanmadim. Men mag'rurlanganni yaxshi ko'rmayman. Bag'an sirash egilib ketayotgandek his qildim o'zimni kamtarlikdan. Bir salomatligim yaxshi bo'lsa, o'zim yoshroq bo'lsam, yana bir jiqroq ishlab bergan bo'lsam xalqimiz uchun. Partiyam meni nihoyat zo'r kuch bilan tarbiyaladi. Xalqimni bunday beshg'ilib o'taganda men jiq ishlasam bo'ladi deyman. Endi hozir yoshning cho'ng'ishiga erishib edimchi. Ammo shu jiqib tushgan bilinma shu kinodan bo'lgan. Kinoda 2 metr egizlikdan sakirib, to'g'ri chaqchib ketib, nima bo'lgan ish bo'rtiladi. Doktor 3 oy davolandi dedi. 90-yil 7-oyning 18 bo'ldi. Men 20 minut to'xtam tutdi. Men Urumchi qaytma. Qir yigitning to'yi degan mening asosiy rolim bor. Butun chavak, butun qiziqlik mendan chiqadigan. 22si biz janubga 100 mayda uyan qo'yganmiz. Shuning bilan men davolanmayman deb bir kun turdik. Shu yangan yotqizib keldi. Anqshi meni öməklik rəhbərlikmi sel xap oldu. O endi qasdan qılmadı, igziyatı sekreterde taqqı düşkən ki, simil düşkən ki, öz çak ketibdən qada qılmamda. 7-ci ayının 26-sı hazırlıqdaki İsil Abduz nədə, ottası bilməyəgə taqışıdığan. Kepinki köpün silib, yatqızıb epmaq demin. 90'dan başlap, çıkı qoltuğumda yölep əçqidu, orunduqmu qoyub yerdi. Benim səhndaşlarım, Saadet Xanım 2 toyuna oturub qatırab жүріп, donğa qoyub qapdı deyən səni qılvat qılıdı. Şuna oturub gepim dəyərlərmə, Ançı Xıcın gəldi, Kuça gəldi, Aqsu gəldi. Qaşqa gəlgəndə özəm astı, aldırmay. Çıxdım, endi hazırma yaşının çoğun oyunçuğa əgişib, yaqın yana bir şey qılıb düşkəndim. Biz işki olab, davalınış fürsət yox. Davalınaydı edsəm, yaqın yana çıxışıb ketib qaldı. Şunun olan mən Avtonom rayonluq teatr görəklərində alaydı mükafat aldım. İtot müsabaqasında özüm yazıb özüm oynagan mükafat aldım. Memleket boyunca medeniyet gezisi bilan Jungo Teatrchilar Jamiyati birleşib o'tkazgan Altınşir artist mükafati, Altınşir rejissor mükafati, o mükafat, bu mükafat degan ekan. Bizdan 14 odam yo'llabdi ekan. Mening hem kino, hem sahna, hem itot hem avval qiram dasqanlik narsam sal jiqroq o'xshaydi. Altınşir mükafotini erish fursatiman kelib qoldi. Shuni olam. Ancha qo'pamdan bir o'tirib qolsam, davlat yanama bek g'amxo'rlik qilib 92dan boshlab Goyen tarafidan alayda ta'minlangan töhbkor, san'atkor degan kenishkin ba'di. Ham doktorxonaga borsam bir pun almaydi. Aslama yana xijil oldu ekan. O'sha hukumatga chiqim qilyapmaydi. Qiya banda ishvat edisi Barat Mo'chamma. Uning qatnashdim. Abdulla Abdurim o'ynagan ota orzusima. Uning qatnashdim. Yana bizim qavaxonasi edi. Endi Xosiyat Qurban bilan e'lon chiqib ketdim. Endi Xosiyat Qurban yaxshi artist. Bektirishjon. Men bek yaxshi ko'raman. Kamtar fikr versa fikr oldi.
60 tek mi itot yazdım. Şinjan diyen şeyde oyununu 40 tek itotunu oynaptım ben. Onun içinde 16 özem yazıp özem oynayan ki. Ondan 3 can sahne eseri yazdım. 99. yılı kitap çıkardım. Hem nime dese ben de ödep kettim o. Hizmette en ilgar, en aldıdmangamla siliştirdim özemle. Turmuşda en tüvendiklerle siliştirdim. Onun için onun davamını 2. 3. kısmını çıkaraysam ankıçıcık işler болып ketip kaldı. İşte durdu hem de onu. Eğer şarayet yar berse kılam edeyim özemnin oğlumu Dilşat. Onu operatör olgan diken yazıp koygan kinolarim var. Peki çok körükemizde hep yakında. Nisip olsun. Onun takazabı. Ondan sonra Abdullah siz doğruluk 50% uçurlarını egalib oldukçu. Yani 50% yeri kap kaldı. Bu 50% yerini hem de bizden bu programımızdaki burunqu salladım şu kaydı boyunca men atqandiq muqim so'riladigan turmushingizga munosabatlik 8 savol bor. 8. Shuningga rostchiliklar javob bersangiz 100% tushunib olsak. Men yolg'on gap qilmayman, yolg'on gap odamlar qo'sham yo'q. Birinchisi yoshlilik ekanman. 1943 yılı 4. ayının 12'si. 4. ayının 12'si. Ömrünüz uzun bo'lsin. İbrahim deganlar 67. yıl. 67. yılı 7. ayının 17'si Ulug'tayımız Mavcuş'un köyün gününü hatırlab, unutup qalmasın. Şu gün toy qilgan. Unda bo'lsa 2017 yılı 50 yıllık oldu da. 50 yıl oldu. Kechki tabriklar qilib Rahmet. İkincisiga o'tayverdim. Siz hozirgi to'nilgan bizningki ustoz aktyorlar ichida kimni eng yaxshi ko'rsiz, kimni yaxshi ko'rmaysiz? Men eng yaxshi ko'rdigim Mehrgul. Rana'nın to'yuna bo'lmish bir oyanda o'qimga usuldan chiqqan hozir ham usul rejissori. Hozir danliq artist. Rana'nın to'yuna astoydil, tabiiy. Hozir ko'rsam shu telefonda chiqib qoladi. Shu Rana o'zi shu. Ondan keyin Mehrgulning yana bir esil yeri nurg'un onalik rollarni o'ynadi. Hammasi shu obraz o'zi shu. Ba'zi artistlar unda cho'ng onliqni unutmaydi. O'zimni chiroyli qilsam degan artistlar yo'q emas. Bizning ishimiz qilsin cho'ng artistlar. Lekin Mehrgul bek yaxshi ko'rman. Onun için xasiyat qurban. Bek tirishchan bu. 7 itotni qilib bir kechilik o'tkazdi. Men qatnashdim, 2 itotni birga o'ynadim. Yonda o'tirmayman. Ish tugagandan keyin ani yataq bo'lgandan keyin, manchinchi itot kiyimni meyerni mandaq qilsizlar. Men ishni andaq qilsizlar. Tekisni andaq qilsiz. Ma'qul deb nayt kamtarliklar anglaydi. Shuni o'zgartirdi. Onundan keyin bu hadim taldim demaydi. Hozir o'zining 2 bolasini birisini Şanghay'da, birisini Beijing'de o'qitdi. Men bek yaxshi ko'rman. Ham buning haqiqiy cho'lponligiga men qoyil. Ondan yaxshi ko'ramiz. Bu programma nomimizdan biri o'rimimiz. Özümden hem de birlikte okup gelgen savaqda şimdi nazır bağlarımız Patiha Malik, Enip İsmail, Tılla Kız Mahmut, Tunsa Salaydın, Muqam şuna sop oldu o. Bizden hem sanat mektep çıkıp etken Mayra Zakır'ım öz vakit bizden bir artisti. Onun gibi bek qayil men, onun rol oynayışını. Kim bek qayil emas? Kim bek qayil emas dese, bir rol oynapla. Qavur rol men çolpan dep Bunda gadib yürüydü adamın qayil emas men. İsmini diginiz yo'q. İsmini demeyim. Birisi fikir versem, ayan anda qilsangiz o'tgansam, vat men tushundirib ketgandi. Xosiyat ochiq kelib ketdi, qo'liga birini soldi. Muallim sizga yaxshi fikir beradi, anglang. Dedi, bu odam ikkinchilab fikir qilmadi bunda odamga. Ashtaqlar hozir sal jiq hamda. Onu yaman degan olmaydi. Nima desa, ular hozir o'zligidan hamda ishtibib bikaqamizning vaqtlar deb. Kichik vaqtlar jo'ni ishlaydi ekan. Cho'nglarni ko'z qilmaydigan bir ishqisini bilmay. Qo'sham yo'q. Bosh harfi nima bo'lsin? Demayman. Ashu 2 makavr olsa, bosh harfi bilan keyin harfini deb o jinsini deb. Onun için unutup qalğanım. Xeyir bo'lasan ki bek qayilman. Umnat yaxshi artist. Rol tanlamaydı. Yaşqım çıqıdı, yaxşı çoğum çıqıdı. Xilma-xil obraz çıqıdı. Erlerden hoş yok. Men bir iş kişilerle bek qayil olup ketdim. Qashqardagi hikoyam shunda
Şu kinonu kötürüvetken şu. Anı bu da barat moçende. Özlem rol oynatıp aş ertesiz küzdüme. Şundak tabi. Tragediya oynaş mı ters komediya oynamak bektes. Komediyaga na çınlık ne? Rastın berilip Rastın men şu dep oynamay sel yalganın gohur bir ayan andağımda kısa külmeydi özümü. O şunu müştettin men işkilini küzdüp baktım. Bu pek ösevdi pek tarafında o şu kamen pek kal yaxşı görme bu ertesini. Biz hürmet bildirmek. Meşte gurgu çaldı onu mu çalmadı onu çalak. Çeviteli. Ondan sonra keyingisi götüreyim ha. Maqul. Esinizden çıkmaydıgan kino işler yoki oyun qo'yish jarayonida yuz bergan bir qiziqarli ishni deb beremsiz. G'arbiy usul mastanisi deb bir kino ishli Şinjanda. Tursunay İbrahimcan başı rol oynagan, chiroyli oynagan, özüm chiroyli artist, usulni ajoyib oynagan. Onunda mening rolim ijobiy rol. Men bir choyxona ochilgan rolda. O qizim deydi, "Bu choyxona qahva qilsa qilmamdi." Denki, "Yo'q, qahva içmeymiz biz." Çoğunla çay içimiz deydi. Degen ki ya kahve koşumuz dep kızım beni bir çoğun restoranga apırdı. Şulan kızım ikimizin görünüşü var. Kızım mülazimetke kahve deydi. Men çay deymi. Şunun bilen o Tursunay o kızım endi kahveni içey dep turuşuga onu usulga tatip ekitdi. Men çayımni içimende anımda işkilinip qarap bekip qarsam aqstamimiz oynap atkan kahve degen qanda oldugandı. Debunda elip iç bakıda yerim başı emde. Keyin rejissor başla dedi bir vaqt qarsam Tursunay'gımı kahvene geldi muşta stakan. Mağa çay geldi. Tursunay qubab ketken ekin da içip yerim yıl to'xtab aldım. To'xtab alsam rejissor qıdı uruplu depterge. Nim dep to'xtaysa dedi. Bek kufudaxın kendisi. Ekranını aldı da el kufudaxın ke zər olsun içime. Sen yan dep to'xtaysa dedi. Şiyadın. Açacağım keldelikten yani çandırmayım. İşte ikinci kızım İbeçi dedi. Çıkıp gitti o sabır diyen bir karı bir Goğuten'in çıkan usul çekini davcıgı mesul. Tursunay kahvene geldi, bana çayına geldi. Şunu da alı. Tursunay'ın usul tatip ekletti. Istakan taz muştava. Elik bro istakallı. İçtim güp içtim kiyin kalsam. Kino cıntım şunda yıkınken aşmışırımdan tatip görünüp iç bulatında koydum kopap berip. Ben Perdavus'la üyad muhabbet işlan qeyr muhabbetle. Perdavus ona qılıp buna qılıp onu qılıp tans oynap unda qılıp qıldı. Doyan rejissorunu qışı kelsem işin tügüde çıkıp atıştı demeyipti o dedi. Çıqqanım ne bilmem qağaşın uqmayman. Bir vaqt tang etipti, qarsam bir putum bilan bir qo'lam safada, bir putum bilan bir qo'lam yedi. Aş mushtali etipti menda. Doyan anqışı inkim urib o'g'atdi. Nim bo'ldi? Ben uqmayman. Aş qahvani ichganki mushta bo'ldi. Den qahva ichgan unda olmaydi. Deb surishdi qildi. Surishdi qilsa, el guytaydiki, fago baylandi deb yangi chiqqan unda Maya qo'yapgan. Eliq davji bolar ibaychiz qo'qab ketib, ma qahvani olmay, ma fago baylandini ketdi. Shuni fago baylandini nima ichib. Ana orak shunday orak ichmoqmanda. Shuni bilan shu shisha degan tez sirtqa ko'rinishga chiqib, o'g'ansam tang etibdi. Putumdan bir qo'lam safada, bir qo'lam yerde uxlab qaptım. Ana o'g'it mashina chiqtma chiqib yanaşım uxlab o'tirma uxlab kechda Jungar Fendiyen deb Bejinluda bir mehmonxona shu yerda yana Tursunayning uslanyadigan yeri bor. Rejissor davomli yine qaytib oladi meni. Harakat bo'ldimi, kiyim bo'ldimi, ma'quldimi deb hamda. Qatlindiga yog'och o'rindiq ekan. Bir vaqt usulni ko'ratib, naqshni aytib, ishda o'tdan nima shu onda bulam aşı şunda al düşüp. Kerak yağış orunduqni qatınıp özümü beşimge düştü. Doyanla açık kepket zaxuşa. Peşi qalsa degan. Xoniga baylandimi? İzin giysan kendime kaymıyor şimdi olayları. Şan şu yazım.
Xo'ja shu joqda oyog'i berib qolibdi, ishchog'i yana bek yaqin. Tincha. Safani bir yeri bas safada uxlabdi bizdan shituvchi deb. Onun da işler bir bo'lgan. Bir yil tiniq tushayotganda. Elg'o tukan men zar olsun ishitmasam qarab turib qancha lentin tugatayotgan degankim mana biz deb toza yo'g'onlabdimi. Keyin menda qarsam es qahva ekkagan pakaraq istakanda. Bu eliq fuyan oldi qo'yib qo'yganda vaqtliq chetdan kirgan bon. Eliq sabr jiddiylikni beribla. Abdullah yo'g'oshdan to'xtamay. O ko'rinishimni kimsiz evet ki mişirim ko'rinib turadi. Rahmat opa. Evet, müşahide biz bixiyirdi. Biz sırlıq karvanı işləgən vaxtda 3 gün tüyüge minib tushishni o'rgatdi bizga. Sizlar hech qasini ma'lum yo'qmaysizlar. Oqsu bilan Urumchiga ma'lum kon yo'l bor. Shu yerda igiz yodin tushimizda topilib turdi. April mingan tüyüge eng yavaş tüyügünü veringlar. To'qimini chiginglar. Desamda qaysi yeshib etgan, qaysi unutib qolgan. O döngdün toz güldüylep, o toz tögül tushayotgan vaqt qarsam bir vaqtda to'qon bilan mashtaq tögünün qo'sqa uchib qoldim. Voyjon debmişda isvaldim egar qo'ymasam ne 13 tögümün dastlabli yo'q. Onun da bir onda olib ketdim. Onun keyindan Qiziltog'da biz qachimiz degan telemetdan davom degan edi. Aş bir igizga chiqib ketsak, ma aprelga yavaş tögün veringlar degan. O tögünmüşda o'ttasam, toz igizga chiqsam Lomda oturası olacak tügülüge. Onu doyar sonra bu neymiş ki? Bunun tügülüge yavaşını beğensem yansımıştan ben yavaşını beğendim. Mahabisi, onu tügülüken birisi dadı tügülüken onu tügülümü dadı tügülümüsünü körepleşerdi. Kurayım hem de. Hem bir daha kurtulun şuramda o. Sizlik etmem. Aslında keyingisiga o'ta ketdim. Mush fursatda yosh aktyorlarimizga deb qo'ydiganlaringiz bormi? Yosh aktyorlik deydigan hozircha kino yo'q. Kino cheklik. Eylmash bular o'zida tirishib, 10 nechisi yig'ilib, Vanloji dem degan ashta qisqa kinolarni ishlaydi ekan. Bu ularning yaxshi ro'yi, yaxshi tirishchanligi vaqtni hayotimizni ham mushta o'tib ketmasin deb. Endi ashlarmi çoğunrak yaşlıca peş qadamlar var. Mesela mening qishim kelib so'rasa men 1-2 saat biyoyankıdan ders o'tib berman. Ulaylıqa qarg'ularcha o'ynamay, bundan nazariyasini tushunsa. Toz mushta 3 tom kitib nazariya kitibimiz var. Nazariya jihatdan azroq o'rgansa, bilsa deyman. El qarsig'lam ma rolkanga deb so'ziga qarab yodlab, gazet o'qiganda o'qimsin nima uchun deb başı. Qishida cho'qim pesh qadam artistlar bor bo'ldi. Shulardan so'rab, turmushga chunqur cho'kib, ham turmush degan san'atning bulug'i, kamtarlik odamni olg'a bostirdi degan yosh balliq deydigan gapim shu. Unda bo'lsa eng oxirgisi siz rollarga obrazlarni bek seg'inib ketdik. Shu naq maydonda bo'lsa tayyorliksiz holatda bir kichik rol o'ynab ko'rinmalarni ko'ngli xo'sh qilgan deydigan bir buyruq qotdik. Şolpan geldi. Appa. Ya akım işte yüreğimde. Bu kısımman toyne. Neymiş toyunu qiyinilmaydiganda? Men qilib bo'ldim mana bolam tug'ilay dedi endi. O'tgan telefon qilib tom akamcha. Fikram 10 ming ko'p berib turay, hozirroq bir narsa lozim bo'lib qoldi deb. Bu oldin qaytim bergan 5 ming ko'y. So'rg'a vaqtda bersam, qaytirish yo'q, so'rayapti deyna. So'rab. Qanday qilsak bo'ldi-ki bu akangni? Kim nafasga bo'ldi-ki? Mash qilib baba. Voy, apa yaxshi. Kela sening gapingni quvvatlab qara, sening gapingni Masa qara. ağaç geldim apama çaplaqken çok butonu çaplaydıganга yoyacağını. Muştanlarla aldı yitse. Ana sen nime geldin ha? Nima keldim pak qalbim bor. Bak kalbim başını işini yapkam. Ey bolam. Ha? Hadisha buzilib ketmisan qara. Ha. To'y qilishni o'ylashyapsan qanday? Apa onu mu oylaşmadım emas oylaştım lekin şu bir ko'ngilning loyiqidek bir qizil uchirma atıdı. Hey bolam.
Seni anlasam, körüknün bir şey dedik, dokmuş öyle var. İşte balsa kutunu öyle kırıp keşkişlerime yakıştı da Ya apa. Tünel köyge kızlar şumak ha. Evet. Da emas apa, endi dasga qilsam xizmat da. Endi en qisqasi lag'mini o'xshaydi degani. Ular o'xshalarman o'xshalar. Ondan sonra apa iş okşatsa sen. Hey balam. Lağmen bilen boynun yögü var mı soyuna? Hazır vakti. Hem de ben talağa çıkmışsam bana bir üçüncü şahsi de bir gepini anlayayım. Şu bulap kamlıqın cima. Son bilemse apa iştaştan hazır. Yok, hazır vakti yanda şu. Bir işkedem otura şunda gepini kıldı kendine. İş tapamıgan dek. Bir qitimda su toşup kaykırıp veripse, yaxşı kıpsa. Bir qitimda hem de otun yer veripse, yaxşı kıpsa. Hem de lağmını okşaydı hep kireylerip yana. Çıtakın son çıkmışsan. Karabalan. Melde. Bir çıraylık bir kız oğlu var. Asi Guldep. Öz işcan. Pakiz. Valike bek paka apa va. İgil ayakını kesi bolu demezsin. İgil toplayını kaydirip. Yak. Şu igil toplayını kaydırıp. Ondan sonra bek çıraylık pakiz kız oğlu. Şuna makul degin balam, şuna makul degin. Ben senin toyağın çok kara. Mau okan mı tef kan mı tef. Ukanın gibi yaxşı kıpırma. Senin toyağın çok kara. Traktör, siyalka, o ne bu ne. Oğuz şu diye apa, lekin özümüzü sevmem uzak durup kettim, cemiyetimce görüp kettim. Daşka kısam işte kızlar olan işençim katli kanmadılar. Ya onda sen bulmaydı. Daşka kısam toy kılmay bir ömrüm işte boytak ostamı meylim o da. Lağmeni bir kağıdan mı? Lağma yapın bayt yok ha, apa lağma kosak açkanın kosak yiyse lağma diyen hem de. Oldu lağma yiyem de böyle kril vermegen kara amen diyen asigunu epreyle kara. Dika yana aramıştın bir işkini yiyeceğim dokursam çok kanıgan bulam. Onu meyli yapar hem de bir dapkapsa bir çağırsan belki bir körüş baksam o körüş bakay lekin hem de şu. Körüş bakam sizler. Körüş bakay. Onda çakırıp kara kuku. Doğru. Hakikaten kulağı çıkan iken. Vay avalınız yaxşı mı? Ondak de bundak de. Daha bir aylanıp geleyle de. Sen oğlan bala karaka, onun üstüki menden çoğun. Bunda türeyi verme deymem. Kara benim ondakım senin bir toyağını körep kara. Bir nevler olmadı. Bir kuşağım gelip karapma benim nevrem kendip. Makulda cinim bolam. Vallahi. Ne bilirsen şunu kıpırım asmandık aynı müjülük vermedi. Apa jul verirse akamga mana işlemi yok. Sana müjülük verim kapağını. Ondan apa ben bir çıkıp azat hayalıklarını kılaya kurup kol körüş kıl bulmaydı akcan. Ne malası? Gül alamı gördüm başka ne alamı abla. Manda bir yaydan bir ne navat ağına kadar. Manda o namay da da taksiye taksiye koyup verdim. Şunu kaldık kılıp apa yaydan nemini. Meyli apa ben çıkıp bakayım. Makul. Çıkarsa koy yaparsa. Na dabda taraf götürmezsen. Abulam da Vay bana uzam başında. Apa mı ya bravo ataydın kegen kimde paranlışı. Mana. Makul apa sen. Makul bala. Maka. Hoş. Şu apa namında. Abdulapa, abay dedim o Abdulapa. Körmeler, üyedim, biyedim, jirakladın, keldi, mişege, öz gözümüzle körümüzde keldi de. Körmeler olsun, tamaşbullar olsun, yetmekçi boğan, sizden erişmekçi boğan, geplerge erişip oldu ya esasiyetin çoğu. Hazır düşünüş hazır. Başkası olsa dep bireleydi o. Dep bireleydi. Onun üstüge sizin rolunuzda mı, siz oynağa obrazlarının kömüyle uzun oldu ki, bana bugün körüp aldık, nek meydanda, addi olsun mu, bir hoşallık ata kıldınız, pek hoş olduk. Yeni bir qitim çünkü onumuzdan bir rahmetimizni bildirimiz Abdulapa. Endi muşu nek meydan qadam tashirib qolgan tomosha bildirimiz abayma anıldım-chu. So'ramoqchi bo'lgan savollar bor ekan. Men so'ramay qolgan, yana tashlanib qolgan bir qancha savollar bor ekan-chu. Hozir fursat bersak, so'ramoqchi bo'lgan savollarni bir so'rab olsa, javob berishingizni umid qilamiz. Tatılmayın. Abdullah abi şu tordaşlarıma bir qancha savollar bor ekan, sizdan so'raydigan o'n bir ikkisini so'rab qo'y. Biz bir tordishimiz debdi. Boshqalar sizdan savol so'rab qolsa, nima savolni menda so'rab qoladi, bir xil ansiraysiz deydi.
Ensirmeyme. Ensirmeyme. Toydun mu? Ya ben söyledim ama kardeşimiz yaptı. Yani bir kardeşimiz yaptı. April apam mişyak kegitmişler yaş özünüzde çaylık saklap yapsız bunun bir mahfiyeti var mı? Bunun karamti yoğu icadı. Bu ne? Çık adamlar benden sorup gitti. Bir hikaye bu. 83. yılı Ertuğrul Maydan kızını işleş için qolcuq vardık. Azıraq bir salametlikim yaxşılmay qilib, bulaylık naraf görünüşağını ağanda doktor ruxsat qıl demiş. 10 gün içinde yetib okul var sonda. Keyin doktorxanadan chiqib bir ayol mendan so'radi. İsmim Xalcam, men Veykada ishlayman. Aşağıdaki ayol doktorlar meni qasdan sizning qishingizni yotqizgan. Yuziga nima so'tidiki ko'rib deb qarasam sizlik 2,5 mollik sho'lyan degan manda so'lyan ustiga maynmanda deyilib, bunda qilib so'tidi ekansiz. Hech qanday ortiq bijimni so'tmaydi ekansiz dedi. Ondan ne vasam şunu soraydı. Meryem Nasır benim yakın dostum. Şundan jiq soraydı ki. Muş April nima işildi doğdu. Ay yaqinmanla, o bek yaman. Doktordu bilyasak mı? Ettiğini qo'pudi yüzünü juvgan bo'ldi. Keyin mushunda qıplı bijimini yüzüge süt. Şundan deb o'tirdi. Qarsın faqirasi chiqdi. Bu nima sütsa utmudingmi? Deganki, nima süt etdi. Quruq sudlam yüzünü juydi. Hatta meni yo'ldoshimdan so'rabdi, muqamning qizollar, Aprildan nima sütdi deb. Endi kesel desa, kesel xeli bor meni sapchimish kasbiy jihatdan nimqan kesel. Ma ro'y jihatdan ishchim yomon emas. Yana bir seyliqi boshqalarni ko'ranmaydigan ish menda yo'q. Annani g'ivat qiladigan yerdim yo'q. Meni manda yomon, manda deb desa meni berib yomon manda debsan go demayman da. Evet, şunu olan çıkrak muğluşuma, yaxşı muamele qilma. Bu moyliq adamning ro'ya oltiga bog'liq mı ki deymi? Qilsaq mı kang tutdimi? Bo'lmasa menda hech qanday alaylik yo'q. Tushunish bo'ldi. Yani bir kardeşimiz yaptı, şu devirden terakki qilishig'a ergishib, er ayollar baravar degan bir so'zlar chiqdi. Siz mishdan qanday qaraysiz dedi. Mishdan qarayman. Bizning hukumatimiz, partiyamiz, ayolkan o uyda o'tasin uydan, adamni ishlasin, o'zining bir rolini joriy qilsin deb. Men odatda deyish ko'rsam, xabar ko'rishni yaxshi ko'rmayman yo'ldoshim bilan birga. Erlar mundaq ayollar to'n degan ko'z qarashda yo'q, qo'dinmayman. Er ayol o'xshash baravar. Rahmat apalapa. Unda bo'lsa 2022 yillik Munavvar doktor markasidagi Cho'lpon keldi ilib beriladi emasmi? Munavvar doktor markasidagi birlashma hamkorlashib quruvchilarining birisi bo'lgan Rozgul xonimmi bugun atayin qadam tashrif qildi. Salomingiz bo'lsin, bir yetkazsangiz. Men Munavvar doktor og'riq to'xtatishga qaytirish maslahatining birlashma qurg'uvchisi Rozgul xonimdan barliq o'tgan ko'ruvchilarga o'tliq salom va eng oliy ehtiromlar bo'lsin. Munavvar doktor maslahatimizning tajirliqdagi 2022 yillik yil sonida sizlar bilan didorlashalganimdan to'liq xursandman. Hammalariningki yangi yillarga muborak bo'lsin. Yangi yilda hammamizning ishlarining natijali, utuqliq bo'lishini uchun qalbimdan, chin yuragimdan umid qilaman. Abroba sizdan bir savol so'rab baqsam bo'lamdi? Bo'ldi. Sizniki shu ismingizni nima April deb qo'yilganda bir ma'nosi bormi? Jiq uçurmaydı demek o ha etrafımızda ha. April degan hamda bahor degan gap qo'yamdi 4-ay. 4-ayın ismi ya. Şu 1943 yıl 4-ayın 12'si tug'ilib ekanman. Dadamni cho'ng ziyoli bo'lgan ekan, nurg'un ziyolilar shu maslahatishib doktorxonada tug'ilib ekanman. Qashqa Karambog' deydi, uni hozir birinchi doktorxona. April qo'ysak, mush oy. April bo'lgan deb. Shu april qo'yapti ekan. Onu ben koymagan. İsmingizning ma'nosini tushunib oldik. Aprelda bayatniya sizning shu suhbatlaringizni hamman anglab, ish qilib sizni umum jihatdan asosan tushunib bo'ldik. Ham bir mana o'tirib his qilib qoldim, siz pat bellaringizni, mush putlaringizni silab tizlaringizni shu qilib qoldim, sizning shu putingiz og'riydigan, bel og'riydigan ahvollar bor ekan. Bizniki mush Munavvar doktor og'riq to'xtatishga qaytirish maslahatimizdan men sizga bir sovg'atlik sifatida bersam, bir ishlatib ko'rib baqsangiz, bak unum qilg'idek haqiqatan unumlik maslahatda
Rahmet. ekran aldagi keng ko'rganlarning bizniki mush mahsulotimizni ishlatib beqishni alay tavsiya qilmana. Mahsulotimiz mushu asosligi ham sovuqdan, yeldan, ho'llikdan bo'layotgan, maxsus mushu revmatizm, saxta revmatizm, balki to'yishib og'riydigan, badanga ko'mirchak o'sib qilayotgan, o'ltirib qo'pish qizilayotgan, bo'g'im og'riqi, burun yalliqi, tish og'riqi. Odatda shu na og'riyotgan bu sho'ringa ishlatadigan, ishlatib bunmini ko'msa pul qaytilgan holatda kapolatlan berayotgan mahsulotchu. Shu sizga mushu sovg'atlik sifatida bugun mush Munavvar doktor mahsulotimizdan sizga bir sovg'atlik qilaylik. Rahmat. Yana bir xil mahsulot hozirgidek davrning ushqandek taraqqiyotga erishib turib, mush telefon bilan kompyuterdan mehrimizni o'stirmaslik sababidan ko'z qisishgan, ko'z etishgan, yasham quraydigan, ko'rish quvvat ozlayotgan, yiroq yaqinni ko'rolmayotgan, ko'z to'rilishgan ahvollarga haqiqiy unum bo'lgan bu mukabbal mahsulot. Mushu mahsulotimizdan bugun mush aprel hadamni mush naq maydonda ko'rish sharafi eg bo'lganimizdan biz mush sovg'atlik sovg'a qilaylik. Voy rahmat. Acaba yaxshi ekan, yaxshi mahsulotlar ekan bu. Har ikkisi mening keslimga foyda qiladi. Ne qilishibdi opa? Ne qilishibdimi? Biz haqiqatan ularga mahsulot. Bizniki bo'lmasa naq maydonda ishlatib bunmini ko'rib, bosh vakolatchiga kirib bu qatim bizniki Musaniya haqsiz hayotiga 4 nafar vakolatchini o'zi bilan tang ergashtirib kelgan qaltis tirishgan bosh vakolatchim Azizul xonim naq maydonda o'ldiribdi. Mush mahsulotlar tonish qilib 1 yil bo'libdi hozir. Dastlabda men buyun kuymichak o'sib qolgan, beldumri so'ng o'sib qolgan. Deb shu mush 1 metr, 2 metr ariqqa ta'sda ma'lumot olib kelib qolgan vaqtda mush mahsulotni bir qap ishlatib, ilmin ko'rgandan keyin tuyuqsizlar ishtik ma'lumot olib kelib sirtqa chiqsam, mush qo'shnilarim kirib, buning ishlatib mushtajib ishtik tizlar saqayib ketibsiz. Qanday mahsulot ishlatdingiz degandan keyin shu Munavvar doktor deb shirkatning bir mahsulot bor ekan, o'zim shu chaplaqga sirtdan chaplab ishlatadigan. Qolsa mushta ekaldirib bersangiz deydi, shuni bilan 15 kun ichida shirkatning bosh vakolatchiligini elib, hozirgacha men nurg'unlagan sayyohat deymiz natijalarni qo'lga keltirdim. Ham shundaqla mush mahsulotni ishlatganlik odam hozirgacha shundan rozi bo'lib, o'zining rahmatini yetkazib kelyotdi. Bir odamningki shu rahmat, mush mahsulotingiz foyda qildi degan gapini anglagan vaqtimda shunchalik suyunib ketdim. Men o'zim bir dehqon ayoldim hamda nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldim. Ko'mga yarim kiribdim. Mush mahsulotni ishlab chiqarib bozorga silib, atrofimizdagi sog'lomligimizni yetkazish fursatiga erishtirgan Erkinjon lider Nurbiya xonimga hammalarga rahmatimni bildirman. Hammaga rahmat. Anlab bergan ko'pchilikmi, rahmatimni bildirman. Demak, mush munosabatda o'zingizning kesilning qancha yaxshi bo'lganini isbotlab turib, aprellardamga bir tavsiya qilmoqchi. Aprellarda bayatni yoqibsiz, üzmey. Men sizga shunday chaplab qo'yg'im kelib ketdi. Ishlatib bir sog'lom bo'lib ketsa deyman. Rahmat. Demak, jumladan aprellar hammalar sizning sog'lom bo'lishingizdan chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bundan keyin shu ekranlarda uzilib qolmay chiqib tursangiz, bizga ma'naviy jihatdan zo'qata qilib tursangiz degan umidda malla emas. Mana shu naq maydon tomoshabinlar, ekran oldidagi do'stlarimizmi hatto shuni umid qildi deb o'ylayman. Niyatimiz birdek deb o'ylayman. Salomat bo'ling aprellar. Deganlar kelsin. Aprellar, rahmat chin ko'nglimdan men shaxsan o'zim qaytadan bir rahmatimni bildiraman. Qimmatli vaqtingizni elib, shu jafoda qo'ydim uning ustiga. Shu uzun yo'llarni besib kelib, shu programmamizda oddiy ko'may, kichik ko'may qatnashib, ba'dingiz shaxsan o'zim bek hayajonlandim. Boshlangan vaqtdan boshlab hozirgacha ajoyib bir xil baxt ichida o'tdim deb o'ylayman o'zimni. Shunda bir baxtga his tuyg'uladi bo'ldim. Buningdan keyin obay deb o'tgandek, pat ekran yuzlarida bir ko'rib turgan bo'lsa, buning uchun chuqum biz hammaylar birdek niyatda shu salomatligingizni yaxshi bo'lishni, kundan kunga texmi tetik, texmi jonliq bo'lib ketishingizni chin ko'nglimizda orzu, umid qilamiz. Rahmat bolam, rahmat. Endi shu vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashadigan bo'lib qoldi. Shu eng oxirida sizdan bir gap anglig'im borchi meningki. Endi shu Cho'lpon keldi programmamizdan bundan burungi sonlarni ancha ko'rib yiqib ekansiz aprellar. Bugun o'zingiz qatnashib qandaroq his tuyg'ularda bo'ldingiz?
Naq maydonda bo'ldi. O'zim tozi deyarlik javob beramidimki, sizlarni toz degandek rozi qilamidimki debsan, ko'nglim bir xil yerimdek turdi. Mishay chiqib o'tag'ini o'zi bizni rozi qilganimiz. Tayyorliqsiz bo'lgandan keyin ba'zilari xili necha yillik, 30 yillik, 40 yillik, undan burun ishlar bo'lgandan keyin adam istiqla deb beramayman degan ekan. Sizlar rozi bo'lgan bo'lsangiz, men intayin qo'shal. Rahmat. Bundan keyingi o'sha Cho'lpon keldi programmamizning kelak sonlarida yana shunda bir sharoitlar to'g'ri kelsa, fursatlar bo'lsa, yana bir qitim qatnashib berishingizni kichik ko'rmasligingizni umid qilaman. Rahmat. Munavvar chaplaqmi? Munavvar. Buni chaplab taqildab o'zim kelishimni orzu qilaman. Xo'sh, 2022 yillik Cho'lpon keldi programmamizdan tojdorning kiyimini miros kiyim-kechak madaniyati cheklanish shirkati alayda qolgan. Bu ulardan miros tog'dek qomatga qiyos miros kiyimlari. Jep chiroyliqdina. To'y qilgandim shuni kiysanglar o'g'il. Mirosning ko'shda bo'lgan seriallik zamonaviy shaklda shunday yaxshi qotdi. Boshqa milliy korxonalar selishtirgan vaqtda kostyum kiyim-kechak jihatdagi shaxsan o'zim yoqtirman. Yaxshi ishlabdi meni. Rahmat, abdulloh. Sizga yoqqan bo'lsa. Unda bo'lsa programmamiz shu oxirlash bosqichiga qoldik. Programmamiz nomidan naq maydondagi tomoshabin, ko'rmallarimizga vakolatan o'zimizdan endi chin ko'nglimizdagi bir hurmatimizni ifodalash uchun, isbotlash uchun shu oddiy programma lo'nqimizni sizga hadiya qilsak.